Bir xillikdan zerikarli uchun juda ham mazali va sochini chiqadigan taom retsepti bilan keldim. Tovuq sonini suyagidan ajratib, shunaqa to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Bu taomimizga o'zgacha mazza beradigan Три желания mayonezlardan qo'shamiz. Uni ketidan esa Три желанияni shashlichni ketchuplardan ham qo'shdim. Marinovkamizga tabga ko'ra tuz va kashnich urug'ini paprikadan qo'shib, yaxshilab aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi kartoshkalarimizni tayyorlaymiz. Yaxshilab yuvilgan kartoshkalarimiz ustidan yog' va paprika, tuzni solib aralashtirib olamiz. Piyozni ham xuddi shunaqa qilib ko'rinishda pari-pari qilib to'g'rab, birinchi qolpimizga kartoshka, uni yoniga piyozlarni terib chiqdim. Agar siz katta lista qilsangiz, tagidan terib olsangiz ham bo'ladi. Marinovka qilingan tovuq go'shtlarimizni siqdan o'tkazib, uchiga pomidorlarimizni tiqib chiqdim, ya'ni ham sochni bo'lib chiqishi uchun va xohishga ko'ra dungan qalampirlarni solib, ustini folga bilan yaxshilab yopib, qizib turgan duxovkada 200 gradusda 40-45 daqiqada pishirib olamiz. Qarabsizki, o'zini suvida hech qanaqa mazza ta'mini yo'qotmasdan shunaqa ham mazali bo'lgan sochni shashlilarimiz tayyor bo'ldi. Albatta siz ham uy sharoitida buni tayyorlab ko'ring. Go'shtlari xil-xil bo'lib pishadi, yoqimli ishtaha.